Именно bunaqa modelni uncha-muncha joydan qidirib topa olmaysizlar. Luxury variantlarda 250 ming so'mdan shnuroklari xameleonli bo'lgan shunaqa krossovkalarimiz keldi. Mana jinsovisi ham bor, qizlar. Butun arablarda ham bu trendga chiqayotgan model hisoblanadi. Instagramni o'zi bitta ko'rsanglar, shunaqa trendli model. Orqalarida ham urilgan ko'rishingiz mumkin. Shnuroklari bor. Mana polniy kачествоsi juda zo'r. Bo'rtib chiqqanda anaqalari ham Rossa kачествоsi zo'r modelni qaranglar, rangini qaranglar, sochni. Qizlar keyin iPhone 17 ni modelida, iPhone'larga moslab ranglarida shunaqa krossovkalardan olsanglar bo'ladi. Bahorgi modeli, bular ham yozuvlarni qaranglar. Bular ham 250 ming so'mdan qizlar. Ikki xil rasvetkasi kelgani uchun skidkada 500 minggacha sotiladigan modellar qizlar. Yozuvlarini ko'rasizlar, naturalka zamish mol terida chiqqan setishni bilan kombinatsiya qizlar. Вообще светлый, четкий rasvetkalari keldi. Необычный narsalarni yaxshi ko'radigan klientlarimiz uchun mana shunaqa Louis Vuitton mana bu yangi modelda krossovkalarimizdan xarid qilib olishingiz mumkin. Qaranglar, shnuroki ham taji ikki xilda, mana yashil bilan oq ikki xil shnurok qo'yilgan bo'ladi bularga. Bular ham xuddi shunaqa oranjoviy bilan oq qo'yilgan.